Butun mahallaga yetadigan paxtadek yumshoq medovikni oson usulda tayyorlashni o'rgataman. 500 gramm asalimizga soda qo'shib, yaxshilab qizartirib olamiz. Muzdoqqina sariyog'ni solsangiz, asalli aralashma tez soviydi. 9 ta tuxumga 500 gramm shakar solib, mikserlab olamiz. Sovigan asalli aralashmani, un va razixlitellarni solib, yana mikserlab olamiz. Men har doim xamirni teng 5 bo'lakka bo'lib olaman. Shunda go'shtlar tekis, hammasi bir xil chiroyli chiqadi. Go'shtlarimizni hammasini pishirib olgandan so'ng krem surtsak ham bo'ladi. Tortni mayin yumshoq qiladigan aslida krem, smetana qaymoqli krem. Bundan oldingi rilsimda tort uchun tayyorlaganman. Tortimiz tayyor. Endi unga bezak berib olsak bo'ladi. Bezak berish o'zingizga havola. Men varenniy sug'ushonkadan foydalandim. Tortni zo'r bo'lgani ko'rinishidan ma'lum. Yumshoqqina chaynamay yutadigan tort bo'ladi o'zi ham. Bunaqa tortni albatta yaqinlaringizga tayyorlab bering.